Bu videoni birinchi bo'lib o'zim xotinimga tashlasam kerak. Sababi gap o'zidan o'zi tinimsiz bosh og'rib qoladiganlar haqida. Hozirgina maqola o'qib qoldim. U maqolada yozilishicha, doimiy tez bosh og'rishini sababi ko'pincha kislorod yetishmasligini hisobidan va bu kislorod yetishmasligi burundagi ozgina to'siqlarning hisobiga ham bo'lishi mumkin ekan. Va u yerda berilgan tavsiyaga ko'ra burunni yuvdirishni tavsiya qilishyapti. Bu degani burun ikki xil yuviladi. Birinchisi otorinolaringologiklar tomonlama shpris, ya'ni kattagina igna tiqib turib burunni ichkari tomonini, ya'ni gaymar bo'shlig'ini yuvish, agar bunda ko'rsatma bo'lsa. Ikkinchisi shunchaki burunni bir tomoniga maxsus pilisos va bir tomonidan furotsilin haydash yo'li bilan yuvishadi. Shu narsani qisqacha uy sharoitida ham qilsangiz bo'ladi. Buning uchun kattaroq kosaga qaynagan suv solasiz, dengiz tuzidan ozgina solasiz, oziq-ovqat sodasidan ozgina solasiz va ozgina efir moyi tomizasiz. Va boshingizga katta banni sochini o'rab turib, o'sha kosadan chiqayotgan suvni pariga yuzingizni tutib 5-6 daqiqa turasiz va rakovinaga borib burningizni tozalaysiz. Shu bilan kislorod yaxshi yetib boradigan bo'lsa, bosh og'rig'ingiz yo'qoladi. Agar shunda ham yo'qolmasa, albatta nerpatolog yoki psixologga murojaat qiling. Kimga jo'natib qo'yishni o'zingiz bilasiz. Sog' salomat bo'ling.